Turmush o'rtog'imga neudobniy savollar beramiz. Toza uy yoki krasivый ухоженная man? Красивая ухоженная ты. Toza uy kerak emas. Kerak. Nima bittasini tanlash kerak? Красивая ты. Idealniy tushlik yoki mani yaxshi kayfiyatim. Sani yaxshi kayfiyatda. Bo'lsam, idealni tushli ham bo'lmaydi. Man udobniy bo'laman, kam gapiraman. Yo'qotdi. Kayf bu. Yoki baxtli bo'laman и немножко miyezi Baxtli bo'la qol xotin. Bunaqa yashaymiz-ku. Man bilan отпускmi? Chet elga bor yoki BMWni eng oxirgi rusummi? BMW eng oxirgi. Keskin javob. BMW. Kuniga 20 marta telefon qilaman. Yaxshimi? Yo'q. Ushlasa berasizmi? Da. Yoki telefon qilmayman, faqatgina har dam telefon qilganingizda hech qachon ko'tarmayman. Har dam telefonim qatladada ko'tara olmayman. Qattiq olasiz bunaqa savollarni. Qilgani 20 marta qilsang 20 marta gap eshitasan, nima? Man bilan kambag'al bo'lib yashashmi yokida mansiz lekin boy bo'lib yashashmi? Kambag'al bo'lib yashash u. Sen bilan. Xo'p. Nima hop? Yana gapiring. Darish, askaji, mani xotinim meni boy qiladi deng. Faqir bo'lsak ham birga bo'lamiz, boy bo'lsak ham birga bo'lamiz. Xo'p, xotiningiz поддержка qiladimi siz? Ha, nima поддержка qiladi? Ты все можешь, ты крутой, Ha. ты шикарный. Da. O'zi xotin er nasabiga tegmasdan chiroyli ovqatlantirib chiqarib yuborsa, u o'shani o'zi. Nima aytyapsam? Har kuni menga nonushta tayyorlaysizmi yoki har kuni menga gul sovg'a qilasizmi? Har Buket. kuni gul sovg'a qilaman. Buket. Qimmat buket. Buket qimmat ko'ngildan chiqadi. Bankrot bo'lamiz, luxury buket. Endi buket. Экономишь на себе или экономишь на мне? Это выбор-da, to'g'rimi? Yo'q. O'zim men nima qilayman, unaqa emasman-ku. Ya на себе тоже не экономим, Shu- на себе тоже не экономим. Shunchalik o'ylashga majbur qilishi mumkin bo'lgani уже это Я на нас вообще не экономлю, если что. На себе. rozisiz. Да. Tak. Men haqimda hamma xotiralaringizni unutasiz yoki hech qachon boshqa kontrolingiz. Жестко-да? М, Не скажу, что он важный, но он имеет свое место в моем сердце. Бросьте контур ставить. Вау! Вау!